Ibn Sino aytishicha, qishning kayfiyati ho'l va sovuq bo'lib, mijozda balg'am ko'payadi. Qishki kasalliklarning ko'pchiligi balg'amdan bo'lib, uning ko'pligidan hatto qusiqlarning ko'pchilik qismi balg'amli bo'ladi. Kuzgi havoning qishki havoga o'zgarishi bilan tumov ko'payib, keyinchalik borib zotiljamga, o'pka yallig'lanishi, xirillash, tomoq og'rig'iga aylanadi. So'ngra biqinning o'zida va orqada og'riqlar paydo bo'ladi. Asablar zararlanadi. Uzoq cho'ziladigan bosh og'rig'i, hatto sakta va tutqanoq kasalliklari paydo bo'ladi. Bularning barchasi balg'am moddalarining ko'payib, tiqilib qolishidan paydo bo'ladi. Qishda qariyalar, yosh jihatdan qariyalarga yaqin bo'lganlar azob chekadilar. Ammo o'rta yoshdagi odamlar qishda bahra oladilar. Qishda sog'lom kishilar kamdan kam kasal bo'ladi. Agar kasal bo'lsa, darhol davo qilish, gavdani bo'shatish, ya'ni tozalash lozim. Xitoy tabobatiga ko'ra, har bir mavsum oldingisining asoratlarini namoyon qiladi. Kuzning quruq mijozi mavsum so'ngida tanamizga o'z aksini qoldiradi. Shu sababli ayrimlarni qishda terisining quruqligi, quruq yo'tal va boshqa quruqlik va bot keltirib chiqaradigan kasallik belgilari bezovta qiladi. Shu sababli qishda quritilgan non, krekerlar kabi mahsulotlar tavsiya etilmaydi. Quruq teriga kunjut yog'i surish foydali. Xitoy tabobatiga ko'ra, qish buyraklar mavsumi bo'lib, buyrak meridiani oyoqlar orqali o'tib quloqqa ochiladi. Shu sababli qishda beldan barmoqlargacha bo'lgan tananing pastki qismini, oyoqlar, bo'g'imlar va quloqni issiq tutish lozim. Terlamaslik va sovuq qotmaslik uchun kiyim havo haroratiga mos tanlanishi kerak. Sovuqda keng, jun matoli issiq kiyim. Ichkaridan bir necha qavat tabiiy matolardan kiyimlar kiying, chunki tanadagi issiqlik kiyim orasidagi havoda saqlanishi lozim. Oyoq kiyim ham siqmasligi, erkin harakatni ta'minlashi lozim. Tor oyoq kiyim qon va limfa harakatini to'sib, oyoqlarning shishiga sabab bo'ladi. Ibn Sino aytishicha, siqilgan a'zoga sovuq qattiq ta'sir ko'rsatadi. Qishda baland so'rlarda o'tirish, qalin kiyinish, charchaguncha mehnat qilish, ovqatni mo'l qilish, qish issiq kelsa ovqatni kamaytirish va harakatni mo'l qilish lozim. Ibn Sino qishda quyuq taomlar va xushbo'y urug'lar tanovul etishni tavsiya etadi. Taom va ichimliklar issiq bo'lishi kerak. Qishda yeyiladigan nonning bug'doyi quvvatliroq, mag'zi tig'izroq bo'lishi lozim. Go'sht va boshqa qovurmalarni faslga moslab tanlash kerak. Sabzavotlardan karam, lavlagi, petrushka, gulkaram, semizot, salchatqi bo'lishi lozim. Yozda shirin mahsulotlar tanovul qilish yaxshi bo'lsa, qishda aksincha, shirinliklarni kamaytirish lozim. Asal, ozroq miqdorda murabbolar yaxshi. Qishda badanni qizdiruvchi achchiq mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Biroq mavsumga ko'ra ovqatlanish faqat sog'lom insonlargagina tavsiya etilishini unutmang. Bemorlar mijozga ko'ra taomlanishi zarur. Sovuq kunlarda ko'chada qattiq charchagan, yengil kiyingan, och holda, bemorlikda va jarohat olgandan so'ng yurmang.